Xo'sh, ana endi qishloqni kuzatish uchun o'zimni kamerachalarimni o'rnatib chiqaman. Xo'sh, mana bunaqangi sirli kameralarim bor. Buni hech kim kameralarligini bilmaydi. Hamma yoqqa o'rnatib chiqaman va hamma qishloqlarni kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi menda. Yaxshi, xo'sh, bu tomonlarga ham o'rnataman. Bu yoqqa ham va o'sha tomonlarga ham o'rnatib kelaman. Va nihoyat jonajon 100 qishlog'imga ham yetib keldim. Endi bu yerda mazza qilib yashasam bo'ladi. Bu yerda qanaqa qilib yashayman, nima qilib yashayman, uni o'zim o'ylab ko'rganim yo'q. Qanaqa qilib yashadim? Oddiy yashayman, har doimgidek polzdagi ishlarni qilib, boshqa ishlarni qilib. Yo, to'g'richa, tuxuming bormi seni? Tuxuming bor ekan, to'xta. Jo'ja chiqmadi-ku, mag'ara jo'ja chiqmasa nima qilasan tug'ib? Mayli, nechvo. Короче, qishloqda nima o'zgarishlar bo'ldiki, mazza qilib bir aylanib chiqaman o'z qishloqni. Aytgancha, barchaga salom alaykum, sizlar bilan yana Jo havasli yangi videodasiz. Albatta, voy, tushunmadim. Ha, mana bu o't bor ekan. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki qishloqda bugun qanaqa sarguzashtlar bo'ladi, uni men bilmayman. O'shaning uchun birgalikda ko'rib olsak bo'ladi. Qanaqa qo'g'irchoq bu? Kim qo'g'irchoqni qo'yib ketdi bu yerga? Bu yerda ham tushunmadim. Menyumda oldida ham bu qo'g'irchoqlar kim qo'yib ketdi tushunmadim. Rostdan hamma yoqqa qo'g'irchoq to'lib ketibdi-yu. Obbo, kim qo'yib ketdi bu qo'g'irchoqlar? Buni qaranglar. Bu yerda ham bor ekan. Bu yerda ham nahotki hamma joy qo'g'irchoq bosib ketgan bo'lsa, qo'g'irchoqni nima olib kelib qo'yishdi ekan? Menimcha, uylarning oldiga chiroyli bo'lib turish uchun olib kelib qo'yishgan. Mana eski uyning oldiga ham olib kelib qo'yishibdi. Bu chiroyli bo'lib tura olmaydi-da hayotda. O'shaning uchun ham nima uchun buni oldiga olib qo'ygan bilmayman. Hozir aniqlashtiraman. Janob yerdan so'raymanmi? Bu yerda ham omborxona chiroyli bo'lishi shart emas. Omborxonada nimadir narsalar yo'qmikan, olib kelib qo'yishmabdimikan? Hech narsa yo'q. Nahotki ichim to'ldirish kerak buni. Mana u jitel nima qilyapti? Hech narsa. Oy, jitel manga qara, mana qo'g'irchoqlar qayerdan keldi? Bilmadim qayerdan kelgandi. Nima uchun bu yerga turibdi? Bilmadim deyapman-ku. Yaramas, nima bilmaysan? Bilmaganimda yoshligimda bilmayman-da. Yaxshi, bilmasang yaxshi bo'pti. Hozir bu yerdan so'raymiz janob merdan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, kecha qarab gap. Keldim, qarang. Qishloqdan unaqa qo'g'irchoqlar paydo bo'lib qopti. Tushunmadim, nima ham bunaqa bo'lgan? Bilmadim. Xullas, o'shalarni sen tozalab chiqishing kerak. Yo'qotib chiq. Hamma joniga tegdi o'zi ham bor-ku. Nimaga joniga tegadi? Qaraqadir ching degan ovoz chiqaryapti. Qanaqa ching degan ovoz chiqaradi? Bilmadim, ko'zi qizil yoryapti ba'zida. Nimaga bunaqa ekan tushunmadim. Qanaqadir portlayotgan narsa emasmi? Yo'q, portlaganda shu paytgacha portlardi. Bir haftadan beri bor. To'g'ri, bir haftadan beri men bu qishloqqa kelganim yo'q. Rostdan ham portlab ketmaydimi aniq? Bilmadim, o'shanisini yig'ishtirib chiqishing kerak hammasini. Hozir hamma joyda bormi qishloqda? Ha, qishloqda u chekkasidan bu chekkasigacha hamma joyda bor. Obbo, buncha narsa hamma yig'ishtirib chiqqanimcha necha kun o'tib ketadi? Bilmadim necha kun o'tishi, lekin tezroq tozala. Bo'pti, hozir tozalashni boshlayman unda. Lekin to'g'risini aytsam, juda ham erinchoqligim tutadigan ish ekan bu ish. Hozir qochib tur, tozalashim kerak. Tozala tezroq, rostdan jonimizga tegdi. Bilayapman, joningga tekkan uchun ham hozir tozalashni boshlayapman. Necha mingta bor bundan. Obbo, qishloqda hamma yoqni to'ldirib tashlashganmi, bilmayman. Kim qo'yib ketdi ekan? Jitellar bir-birini uyiga hasad qilib qo'yib chiqqandir balki. Yo'q, hasad qilmaydi bir-biriga. Bu narsani qanaqasiga hasad qilish mumkin? Bu bir tiyinga qimmat foydasi narsa bo'lsa, bunga hasad qilish o'rniga undan ko'ra korotchdak olib tashlashga yordam berish kerak bir-biriga. Bir-birini korotchi biror nima bo'lib qolmasligi uchun olib tashlash kerak edi. Lekin bular uni qilmaydi. Baribir-da bu narsa qanaqadir g'alati narsa ekan. Ko'zi qizil bo'lib turib, chingillaydi deyapti. Rostdan ham chingillaydigan narsa ekan. Ovoz chiqaryapti. Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Bu narsa bo'lmasindan o'zi portlab ketadigan bo'lsa, butun bir qishloqda hamma yog'i portlaydi o'zi ham. Kichkina portlaydigan narsa bo'lsa, agar tirs qilib portlab qo'yadi, uzoqroqqa yetmaydi. Ovozi ham hattoki portlashi ham yetmaydi. Hozir yana qayoqlarda bor, mana bu yoqlarda bor ekan. Hammasini yig'ishtirib chiqqanimcha aniq bilaman. 2-3 soat vaqtim o'tib ketadi. Jetellardan so'rash kerak, qayerdan kelib qo'ygan, nimaga kelib qo'ygan, kim tashab ketgan bu yerga. Hoy jetellar, karmisanlar. Nima deysan? Mana bu narsalar bor, mana bu qo'g'irchoqchalar. O'sha qayerdan kelganini bilasanlarmi? Yo'q, bilmaymiz. Bizni ham jonimizga tegdi to'g'risi. Nima qilaman bunchasi? Men tozalab chiqishim kerak, yordam berlaring. Yo'q, bizning ishimiz bor. Nima ish qilyapsanlar hozir? Ko'ryapsanmi, g'iybat qilib o'tiribmiz. Tenta g'iybat yomon ish, g'iybat qilmalaring, g'iybat xotinlarning ishi. Biz erkak kishimiz-ku. Erkak kishi g'iybat qilmaydi degani bu degani, tushunyapsanmi? Tushunarli, lekin biz baribir yordam bermaymiz senga. Yordam bermasanglar mayli, lekin g'iybat qilmalaring, tushunyapsanlarmi? To'g'ri aytyapsan, to'g'ri, g'iybat qilmaymiz endi. Endi birgalikda suhbat qilamiz.
suhbatingga birovni aralashtirma, tushundinglarmi? G'iybat bo'lib qoladi. Ha, bo'ldi. Ha, davay, bo'pti. G'iybat qilmalaring aniq. Obunachilar sizlar ham g'iybat qilmanglar, chunki g'iybat juda ham yomon ish. Qo'ylab turishni qaranglar. Yo'q, bana xo'p, mayli. Hozir hammasini bir chekkadan tozalab ketaveraman. Bilmayman qancha vaqtda tozalab bo'lar ekanman, lekin adashmasam bir 2 soatcha 3 soatcha vaqtim ketib qolsa kerak. Bu tomonlarda yo'q ekan, yaxshi. Endi bu tomonga burilamiz albatta. Tak, mana bu yerda bitta bor ekan. Buni ham olib ketamiz. Tak, bu tomonda ham. Xo'sh, buni ham olamiz. Bu nimaga oq bo'lib turibdi? Bu mana uni yorug'ligi tushib turgani uchun oq bo'lib turgan ekan. Tak, olamiz buni ham. Hamma joyda bor xullas. Buni qarab bittalab mabiyada bor edi, mabiyada yo'q edi, mabiyada bitta ekan, mabiyada 3 ta ekan degan gaplar aytib o'tirishim foydasi yo'q baribir. Chunki hamma joyda bor, hammasini baribir tozalab chiqishga majburman. Chunki janob mer buyurgan. Janob merning gapi gap, qonun, ya'ni so'zi so'z, qonun, qarori nima desam ekan, qarochi shunaqa. Mana bitta tuxum turgan, qayerga ketdi? Tovuq olib ketdimi deyman, tovuq. Mayli, tovuq chiqqan shekilli tuxumning ichidan, keyin esa qochib ketgan. Yo, uchib ketgan, nimadir bo'lgan. Xo'p, bu tomonda ham bora. Avval bu tomonlarni to'liq tozalaymanda, keyin o'rta qatorga o'taman. Ya'ni qishloqni o'rta qatoriga o'tib turib, o'rta qator tozalashni boshlayman. Bo'ldi. Uji mana 3 soatcha vaqtim ketib qoldi. 3 soatdan beri tozalab yuribman shuni. Endi bilmayman qolganiga qancha vaqtim ketadi. Hozir qayoqlarda bor yana hayronman. Bu tomon to'liq tozalab bo'lganman va shu o'rta qator qoldi adashmasam. Tak, mana uni olamiz. Qayoqqa qarab turibdi, boya qarab turibdi, qaranglar, mashinalarga qarab turibdi. Mashinalar xuddiki qo'riqlab o'tirgandek turibdi. Bilmayman, balki rostdan ham qo'riqlash uchun qo'yishgandir. Qo'riqchiga o'xshar ekan bir tomondan. Qo'riqchi bunaqa bo'lmaydi-da. Bunaqa turqsoq qo'riqchini hech qayerda ko'rmaganman. Xo'p, mana uni olib ketamiz. Yo'lda o'rtasiga qo'yib ketishgan. Tak, buni olib ketaman. Mana bu yerda jitel eshikdan qanaqasiga tiqilib turibdi, tushunmayapman. Mayli, qanaqadir super kuchi bordir, qanaqadir nimadir bordir xullas. Xo'sh, bu narsalar hammasini yig'ishtirib oldim shekilli. Menimcha hech qayerda qolmadi. Yo'q, qolgan bo'lsa ham bilmadim. Ammo bu yerda unaqa yashirin joylarda ham yashirib ketishgan. Qo'yil, vobshe qo'yilmadi, lekin rostdan ham takoy bu yerda ham bor ekan. Bu tomonda adashmasam qolmadi. Tak, bu tomonlar, mana bu yerda bitta qolib ketibdi, uni qaranglar. Burchakkinaga borib qo'yishibdi. Burchakda hech kim ko'rmaydi o'zi, kakras. Oldim. Tak, bu tomonlarni ham ko'rish kerak. Bu tomonlarni ham ko'rmasak bo'lmaydi. Voy, jetel, men qo'rchoqdan qayerda borligimni bilmaysanmi? Men uyimda oldida bor edi, olding shekilli uni. Oldim. Boshqa joyda yo'qmi? Boshqa joyda bilmadim, lekin to'g'risini aytsam. Bilishing kerak, bu narsalar nima vazifani bajarishni bilmaysanmi? Yo'q, adashmasam bu qo'riqchi, ya'ni qo'riqlaydi yoki kuzatadi, kuzatuvchi bo'lishi ham mumkin. Qanaqa kuzatuvchi? Kuzatadi-da xullas. Lekin qanaqasi kuzatishi mumkin, men tushunmayapman. Bilmadim men ham, lekin kuzatuvchi shunaqa narsalarni internet do'konda ko'rgandim. Bo'pti, mayli. Qanaqa internet do'konda ko'rgan, qanaqasi kuzatuvchi bo'lishi mumkin? Bilmadim. Hozir qarochi janob mer yoniga borib bu narsalar hammasini topshirib kelishim kerak. Adashmasam boshqa hech qayerda qolmadi. Tak, qolmagan bo'lsa kerak. Hozir janob mer olib keldim hammasini. Bo'ldi, shu yerga tashab qo'y biror joyga. Mana soliq qo'yiladigan joyga qo'yib qo'yaman hammasini. Bo'ldi. Borib ko'r, yana qayerdadir qolib ketgan bo'lmasin. Mayli, hozir ko'raman yana qaytadan. Lekin qanaqasi qolib ketgan bo'lishi mumkin. Hamma yoq tozalab bo'ldim, bu tomonlarni ham. Mana bu yerda bitta qolib ketdi ekan. Lekin bu yerda uy yo'q-ku, nimaga buni bu yerga qo'yib ketishgan? Hayronman nimaga qo'yib ketishganini. Bu yerda ham bor. Tushunmadim nimaga bu yoqqa qo'yib ketishgan. Bu yerda axir hech qanaqa bino yo'q-ku. Daraxtlarni ham nima qo'riqlash uchun qo'yishganmi yoki kuzatish? Qanaqa kuzatuvchi deydi, ana jetel qaranglar, bu qanaqasiga ko'zida qanaqadir narsa bor ekan, rostdan kuzatuvchi bo'lsa, qanaqa kuzatadi? Unga aqlim yetmayapti to'g'risi. Bilmadim, o'ylab ko'rish kerak, qarochi. Mana ham bor ekan. Bu tomonlarda ham qayerdadir bo'lishi mumkin. Bu yerlarda yo'q, qayerda bo'lishi mumkin ekan yana? Tushunmadim. Monitormi? Rostdan ham monitor. Tushundim. Demak, bu rostdan ham kuzatuvchi deganda, buni ko'zi qizarib chingillagani bu kameralar. Demak, kimdir qishlog'imizni kuzatmoqchi ekan. Hozir ko'ramiz. Hamma kameralar olib chiqqanim uchun hozir ko'rsatmay qoldi. Bu narsalarni olib ketaman, janob merga ko'rsatishim kerak. Rostdan ham kimdir qishlog'imizni tekshirmoqchi bo'lgan, ya'ni kuzatmoqchi bo'lgan. Hozir janob merga borib aytaman bu narsalarni va keyin janob mer aniqlashtiradi o'zi. Mana esa o'z ishlarim bilan band bo'lishi mumkin bo'ladi keyinchalik. Tak, hozir qaysidir jetel aytgandi-ku, kuzatuvchi deb turib. Mana shu aytgan shekilli. Voy, jetel, sen aytganmiding mana uni kuzatuvchi deb? Yo'q, men aytganim yo'q, men bilaman kuzatuvchiligini. Qanaqa kuzatuvchi?
Kamera bo'lsa kerak adashmasam. Internet magazinda ko'rgandim men ham. Ha, yaxshi. Bu qanaqasiga ishlatiladi? Shunday qo'yasan-da, monitorga ulaysan, ko'rasanki, kamera vazifasini bajaradi. Ha, tushundim. Qishlog'imizda kimda bor edi bunaqa narsadan? Qishlog'imizda yo'q, qo'shni qishloqda bitta bandit bor edi, o'sha banditda bor edi. Ha, demak banditda bor edi, shunaqami? Ha, banditda bor edi deyapman-ku, nima yana so'raysan qaytadan? Ha, bo'ldi, tushundim. Qochib tur. Tak, hozir banditda bo'lgan. Demak, banditlar bizni qishlog'imizni kuzatmoqchi bo'lishgan rostdan ham. Endi nima bo'ladi? Tushunmadim. Mana bu bratan do'konda yo'qmi ekan shunaqa narsadan? Tak, assalomu alaykum, brat. Ha, va alaykum, Kej og'a. Sizda do'koningizda mana qanday kuzatuvchi narsa yo'qmi? Bu noqonuniy narsa, bunaqa narsa sotmayman. Rostdanmi? Ha, rostdan. Ha, bo'ldi, kechirasiz. Rostdan ham noqonuniymi? Buni ishlatgan odam jarima to'laydimi? Qanaqa jarima? Qamaladi, 3 yilga qamaladi kamida. Buni hozir ishlatib bo'lmaydi. Sen, короче, sen deyapman, kechirasiz. Sizda bunaqa narsa aniq yo'q-a? Yo'q. Agar sen buni hozir ishlatayotgan bo'lsang, qamalishing mumkin. Qayerdan olding? Buni topib oldim o'rmondan. Qishloqda ichi to'lib ketgandi-ku, ko'rmadingizmi? Aytgancha, o'shani sen yig'ishtirdingmi? Ha, o'shani yig'ishtirib yuribman. Mayli. Olib borib janobmerga topshir. Bo'pti. Rostdan ham qamalib ketamanmi? Tak, telefon kelyapti. Eshitaylikchi. Allo, eshitaman. Yo'q, kelyapsanmi? Keldim, o'zingiz yondaman-ku. Ha, tezroq kel. Bo'pti, mana kelib qoldim. Yaxshi, hozir janob mer yetib keldim. Telefon qilasiz, uyingiz yonida turgandim. Ha, yaxshi. Qani nima bo'ldi? Topdingmi yana? Yana 4 ta topdim. Qo'lingdagi monitor qanaqa monitor? Короче, bu menimcha o'sha kamera bo'lsa kerak. Qarang, bu o'rmonda turgan ekan. O'rmonda shu yonida ham mana shunaqa bir ikkita narsa bor ekan. Jetalar aytish bo'yicha bu kuzatuvchi ekan, ya'ni kamera ekan. Buni ko'zida kamerasi bor ekan va mana bu yerda ko'rinar ekan. Rostdan ham shunaqa shekilli. Bu narsalarni yig'ishtir hozir, yo'qotish kerak bu narsalarni. Qayoqqa yo'qotamiz? Bilmadim, qayergadir yo'qotish kerak. Lekin bilmadim qayoqqa yo'qotishni, mana o'ylab ko'rish kerak lekin. Tak, hozir qarang, nima qilay bularni? Xullas bitta o'rmonni ichiga bitta joy qilgan borib o'sha yoqqa ko'mib qo'y. Bo'pti, hozir ovalang hammasini birdaniga olib borib ko'maman unda. Olib bor, o'rmonni ichiga yoqib kel. Bo'pti. Yaxshi, o'rmonni ichiga ko'mib yuboramiz, hech kim ko'rmaydi shunda. Hech kimga xavf ham sola olmaydi, hech kimga xatar ham qila olmaydi, xullas. Tak, hozir mana shu yerga ko'mib qo'yaman. Adashmasam mana shu atrofga ko'msam bo'ladi. Mana shu yerga ko'mib ketaman. Bitta, ikkita qazsam, menimcha yetadi. Bu yerda qazib chiqamiz tepaga. Bu yerga obbo, mana qaranglar, yana qazib olib turgan qaytarib qo'yib yuboribman. Mana bu yerga qo'ymoqchi edim. Tak, mana bu stol, kompyuter, mana bu va mana buni hammasini shunday tashlab yuboraman. Bo'ldi, endi ustini yopib qo'yamiz. Tak, mana. Tak, buni hozir buni boshqa joyga qo'yib qo'yish kerak, bilinmasligi kerak. Bo'ldi, всё. Ana endi ketaman bu yerdan. Borib ishlarimni ko'rsam ham bo'laveradi. Qanaqa ishim borligini o'zim ham bilmayman. Hali uyimga kirganim ham yo'q. Ertalabdan beri kelganimdan beri shu ish bilan band bo'lib yuribman-ku. Tak, menimcha polizdagi ishlarim bor va yana bir ikkita ishlar bor. O'shalarni hal qilaman-da, keyin mazza qilib dam olaman, qishloqda aylanaman, farqi yo'q.